أحب الوفاء بشتى الصور. Maslahatim shug'ullanishga aniq vaqt belgilamang. Qachon vaqt bo'lsa, o'shanda shug'ullaning. Chunki hozirgi zamon shunday bir iloji yo'q. Aniq vaqtni belgilasangiz qiyinchilik oldingizga bir mashaqqat, arab tilidan bezishlik yoki ba'zi bir ishlarda surishlik bo'lgan holatlar qiynab qo'yadi. Shuning uchun muhimi har kuni yarim soat boshlanishiga yarim soat arab tilida shug'ullanishga harakat qiling. Har kuni 10 tadan so'z yodlash kerak. Qaysi tilda o'rganaman deng, farqi yo'q qaysi til bo'lsa bo'lsin, birinchi o'rinda albatta so'z boyligi, lug'ati. Albatta yangi so'zlar har kuni 10 tadan so'z qo'shilib turishligi shart. Har kuni 10 tadan so'z yodlashlik yaxshi. Bir haftada bir o'tirib 200 ta so'z yodlab qo'ygandan ko'ra. Har kuni oz-ozdan bo'lsin, lekin davomiy bo'lsin. Mana shu tartibni men qo'llab-quvvatlayman. Xo'p, yana bir narsa, hech qachon mashaqqatsiz bir narsaga erishib bo'lmaydi. Albatta mashaqqat chekish kerak. Ilmga boringiz berasiz, ilm sizga bir bo'lagini beradi. Agar siz ilmga bir bo'lagingizni bersangiz, ilm sizga hech narsa bermaydi.